jahon atrof muhitini qolaversa kirib kelayotgan Qurbon hayiti bayrami bilan samimiy tabriklayman. Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirining 2025-yil 8-maydagi 164-son buyrug'iga asosan Ekologiya vazirligi va tizim tashkilotlari xodimlari tabiat himoyachisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganlarini e'lon qilmoqchi edim. Mahmudov Mirg'olib G'afurovichga, Buxoro viloyat filiali direktoriga ko'krak nishoni nasib qildi. Xuddi shuningdek, Mo'minov Shahboz Bahodirovichga, Toshkent shahar filiali direktoriga ko'krak nishoni bilan tabriklaymiz. Shahboz Qoraqalpog'iston Respublikasi filiali yetakchi mutaxassisi Ahmedov Aybek Ahmedovich, Andijon viloyati filiali yetakchi eksperti Turdiyev Shermirza Nurmirzayevich. Bayram hammaga muborak bo'lsin.